Bu yaqin tarixda bo'lib o'tgan voqealik har qanday insoniylik tuyg'usi bor kishini befarq qoldirmaydi. Bu mavzu zamonamizning eng buyuk darvozaboni va shuning bilan birga xo'rlikka yuz tutgan darvozabon Iker Casillas Fernandes haqida gap bormoqda. Uning sovrinlari 5 karra Ispaniya chempioni, 5 karra Portugaliya chempioni, 3 karra Chempionlar Ligasi g'olibi, 2 karra Yevropa chempioni, 1 karra Jahon chempioni va ko'p karra Ispaniya kubigi va Super kubigi sohibi va UEFA Super kubigi g'olibi. ...25 yil davomida Iker Casillas Ispaniyaning qirollik klubi Madrid jamoasi darvozasini juda ham omadli tarzda himoya qila olgan. Bu haqida hech kim inkor eta olmaydigan faktlar. Chempionlar Ligasi musobaqasini eng ko'p o'yinida gol o'tkazib yubormagan darvozaboni rekordiga sohibdir. Va yana FIFAda bor bo'lgan barcha sovrinlar va titullarni qo'lga kiritishiga qaramay, mana shuncha Real Madrid uchun olib bergan mukofotlari ham Casillasga o'zini jonidan ortiq ko'rgan jamoasidan sharmandali tarzda ketishiga to'sqinlik qila olmadi. 9 yoshdan boshlab Casillas qirollik klubi maktabida futbol sirlarini o'rgana boshlagan. Madrid klubidagi raqobatdoshlari ko'pligiga qaramay, 19 yoshli Casillas o'zining ishonchli o'yinlari bilan jamoani birinchi raqamli darvozaboniga aylanadi. Chempionlar Ligasi bahslari davomida Sezar jarohat oladi. Shundan keyin Casillasga berilgan birinchi imkoniyatdan u unumli foydalanib, o'zining ishonchli o'yinlari sabab Sezarning o'rnini olib qo'yishga muvaffaq bo'ladi. Udar и опять Casillas выручает свою команду. Va qirollik klubining g'alabasiga asosiy sababchi deb ko'rsatiladi. Va shundan so'ng Casillas qirollik jamoasining birinchi raqamli darvozaboniga aylanadi. Casillasning bo'yi boshqa darvozabonlar singari baland emasligi uni ishonchli o'yinlariga to'sqinlik qilmagan. U o'yin vaqtida to'g'ri joylarni tanlay olishi bilan raqib o'yinchilariga imkoniyat bermagan. Shuningdek, Casillas o'ta yuqori reaksiya sohibi bo'lgan va raqiblarning har qanday kuchli zarbasiga o'z seflari bilan javob bera olgan. Shundan keyin Casillasning o'yinlari ochilgandan ochilib borar edi. 2002-yil Irlandiya bilan o'tgan bahsda 3 ta penaltini qaytargan. Bu penaltilarning biri o'yin vaqtida edi. Yana asosiy o'yindan so'ng 2 ta penaltini ham qaytarib, o'z qahramonligi bilan Ispaniyani keyingi bosqichga olib chiqqan. Casillas герой! 3 penalti! To'g'ri, Ispaniya ushbu musobaqada g'olib bo'la olmagan bo'lsa-da, Casillas o'z o'yini bilan Ispaniyani qahramoniga aylangan edi. Casillas uchun eng muvaffaqiyatli kunlar 2008-yildan boshlangan. Ispaniya terma jamoasi xalqaro arenalarda o'zini eng kuchli yurishlarini boshladi. Ispaniya termasi Sardor Casillas boshchiligida o'zini boshi uzra Jahon chempionati kubigini va 2 karra Yevropa chempionati kubigini ko'tarishgan. Madrid klubida ham Casillas klublar o'rtasida qo'lga kiritilishi mumkin bo'lgan barcha sovrinlarni qo'lga kirita olgan. Hozirgi kungacha dunyodagi eng ko'p sovrinlarni qo'lga kiritgan darvozabon ham bu shubhasiz Iker Casillas Fernandesdir. Shunday qilib, Casillas yutuqlar ketidan yutuqlar, sovrinlar ketidan sovrinlarni olib, yulduzli onlarni o'tkazar edi, to jamoaga u kelmaguncha. Eng qizig'i shundaki, Jose Mourinho avval boshida Casillasning o'yiniga oshiqligini va uni juda ham hurmat qilishini ommaviy axborot vositalariga bong urib aytgan va Casillas men bilgan darvozabonlar ichida eng buyugi degan edi. Qachondir oltin to'pni darvozabonlar olishi kerak bo'lsa, bu sovrin shubhasiz Iker Casillasniki bo'lishi kerak. Sababi Casillas eng zo'r nomzod va yana nomzod deb Ronaldoni ko'rsatmoqda. Ronaldo esa bunga yagona haqli inson Casillas. Sababi esa u eng yaxshi darvozabon, uni yengish juda ham qiyin demoqda. Biroq hammasi boshqacha ketdi. Mourinho Ikerni jamoadagi sirlarni ochishda aybladi. Realning ichki sirlarini va jamoaga tegishli barcha ma'lumotlarni Barselonaga yetkazib berayotganlikda El Clasico o'yinidan keyin gumon qildi
Real va Barsa jamoalari bir-birini ko'rishga ko'zi yo'q paytda Jose Mourinho Barsa ustidan g'olib kela olmagan vaqtda Casillas Barselona o'yinchilari Carlos Puyol, Javi Hernandez va boshqa Ispaniya terma jamoasi o'yinchilari bilan do'stona munosabatda ekanligi va ular bilan har o'yin oldidan quchoqlashib hazil qilishi Mourinhoni g'ashiga tegdi va bu narsa o'z-o'zidan Real fanatlariga yoqmas edi va uni yomon ko'ra boshlashdi. Vaqtlar o'tib, men o'zim uchun shuni tushunib yetdim. Xatolik qilish insonning tabiatida bor ekan. Men har doim har ishni yaxshi bo'lishini xohlaganman. Ertami kechmi, baribir senda xatolik bo'ladi. Sen yaxshi bo'lishini xohlagan bo'lsang ham. Shundan so'ng Casillasning arzimagan xatosi uchun ham noroziliklar kelib chiqa boshladi. Har bir noto'g'ri to'p oshirishi yoki to'p o'tkazib yuborishi Ispaniya axborot vakillari tomonidan bir fojiadek yoritila boshladi. Murabbiy bo'lsa, jamoa ichida ham Casillasga kun bermas edi. Iker sabr qilardi. U shuncha bosim o'tkazishlariga ham chidadi. Chunki u Real Madridga juda ham sodiq edi. Men hech qachon Mourinhoning gaplariga e'tibor bermaganman. Hatto tuhmat qilishiga ham chidadim. Sizlarga men bugun haqiqatni aytaman. Men hech qachon o'zim sevgan jamoani tagiga suv qo'ymaganman. Eng yomoni muxlislarning gap-so'zlari yuragimga og'ir botdi. Men o'zimni tinchlantirdim va har qanday vaziyatda ham faoliyatimni Madridda tugatishim kerak derdim. Bu mening uyim va men ushbu klubni tarbiyalanuvchisiman. Chunki men yaxshi va yomon kunlarimni bu yerda ko'rdim. Casillasni zaxiraga o'tkazib qo'yishdi. Chunki u qo'lidan jarohat olgandi va zaxirada qolishdan boshqa chorasi ham yo'q edi. Shundan keyin Casillas uchun qirollik klubini tark etishdan boshqa yo'l qolmagandi. Keling, bir tomosha qilamiz. Barselona jamoasi Xavi va Iniestani qanday hurmat bilan muxlislari qurshovida xayrlashib kuzatganini. Real esa Ronaldoni tantanali tarzda kuzatgan. Va mana, umrini Real Madrid uchun sarflagan Casillas bilan qanday tarzda xayrlashganliklarini qarang. Ko'rsangiz, yuragingiz ezilib ketadi. Vaholanki, 25 yil davomida bir daqiqa ham boshqa jamoaga o'tib o'ynashni hatto xayoliga ham keltirmagan edi. Casillasning oxirgi xayrlashuv konferensiyasiga ham hech kim kelmadi. Na jamoadoshlari, na klub rahbarlari. Afsonaviy darvozabon o'zi sevgan va ulg'ayib o'sgan jamoasini ko'z yoshlari bilan tark etdi. 25 yil davomida dunyoning eng kuchli klubi sharafini himoya qildim. Mana bugun shu klubni tark etish vaqtim keldi. Bugun men uchun hamma narsamga aylangan jamoa bilan xayrlashishim kerak. 9 yoshimda ilk bor Real libosini kiygan vaqtim hozirgidek esimda. Shuni xohlar edimki, nafaqat meni juda ham yaxshi darvozabon, balki juda ham yaxshi inson sifatida eslashlarini juda ham istardim. Iker Casillas shundan keyin Porto klubiga o'tdi. U yerda ham Casillas juda ko'p qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ydi va yana zaxira o'rindig'iga o'tirishga majbur bo'lib qoldi. 2009-yil 1-may kuni 35 yoshli Iker Casillas ruhiy tushkunlikka tushganligi sabab infarkt kasalligini boshidan o'tkazdi. Bu haqida doktorlar Casillas chuqur stressni boshidan o'tkazganligi sabab bo'lganligini tashxis qo'yishdi. Casillas shundan keyin butunlay futbolchilik faoliyatiga yakun yasadi. Casillas futbolchilik faoliyati davomida bir futbolchi orzu qilishi mumkin bo'lgan barcha sovrinlarni va rekordlarni qo'lga kiritgan. U juda ham tartibli futbolchi bo'lib, hech qachon janjal va tortishuvlarga aralashmagan va o'z jamoasiga sodiq bo'lgan. Do'stlar, ana endi sizlarga savol. O'zingiz bir o'ylab ko'ring. 15 yil yoki 20 yil o'tib, Santiago Bernabeu stadionida kimni ko'proq eslashadi? Jose Mourinhonimi, Florentino Perezmi yoki Iker Casillasmi? Javobni albatta kommentariyalar qismida yozib qoling. Eng muhimi esa doimo sog' va salomat bo'ling.